Mustafo ismi sizning otangiz, o'g'lingiz, akangiz, do'stingiz yoki qarindoshingiz ismiga aylanguniga qadar qanday tarixiy yo'lni bosib o'tdi? Mustafo ismi o'zida qanday ma'no va o'tmishni yashiradi? Men Dervishnod, bu esa eshitgingiz keladigan navbatdagi tarix. Mustafo ota islom madaniyati va tarixida alohida o'rin egallaydi. U arabcha istafa fe'lidan kelib chiqqan bo'lib, tanlanmoq, saralab olmoq ma'nolarini anglatadi va tanlangan deb tarjima qilinadi. Musulmon an'anasida Mustafo Muhammad payg'ambarning sharafli va buyuk sifatlaridan biri hisoblanib, uning insonlar orasidagi alohida o'rnini qayd etadi. Shu bois bu ism juda e'zozli bo'lib, ilk o'rta asrlardayoq, ya'ni 7-8 asrlarda arablar orasida shaxsiy ism sifatida qo'llanila boshlagan. Mustafo ismi asta-sekin arab madaniyati va dini bilan birga butun islom olamiga yoyilgan. Usmonli imperiyasida 16-asrdan boshlab Mustafo ismi sultonlar va shahzodalar orasida tez-tez tanlanadigan ismga aylangan. Bu esa unga qo'shimcha obro' baxsh etgan. Arab sharqida bu ismni ilohiyotshunoslar va olimlar tashigan. Markaziy Osiyoda esa Mustafo mintaqaning islomlashtirilish davrida ildiz otgan. Turli hududlarda bu ism ma'naviy baraka ma'nosini anglatgan va islom an'anasi bilan bog'liqlikni ifodalagan. Ayniqsa 20-asrda o'z vatani taqdirini tubdan o'zgartirgan Turkiya Respublikasining asoschisi, islohotchi va buyuk davlat arbobi Mustafo Kamol Otaturkning ismi mashhurdir. Bugungi kunda Mustafo ismi nihoyatda ommalashgan bo'lib qolmoqda. U ayniqsa Turkiya, Misr, Sudan, Iroq, Pokiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan. Ayrim davlatlarda, masalan Turkiya va Misrda Mustafo eng ko'p uchraydigan erkaklar ismlari qatoriga kiradi. Shuningdek, Mustafo ismi 2023-yilda O'zbekistonda tug'ilgan chaqaloqlarga eng ko'p qo'yilgan ismlar 10ligiga kirgan. 2023-yilning o'zidayoq 22880 ta chaqaloqqa aynan Mustafo ismi qo'yilgan. Shunday qilib, Mustafo nafaqat shaxsiy ism, balki musulmon xalqlarining diniy tasavvurlari, tarixiy vorisligi va ijtimoiy ideallarini aks ettiruvchi madaniy hodisa hamdir. Tarixning boshqa unutilgan sahifalariga sayohat qilishni istasangiz, Dervishnod sahifasiga obuna bo'ling.